Matxo'rjovning farzandlarim haqida degan hikoyasini sizlarga taqdim etmoqchiman. Bismillahirrohmanirrohim. Shaharga ketayotgan kunim onam Guljon momonikiga kirib o'tishimni tayinladi. Guljon momo sho'x edi. Kampir bo'la turib kampirlarga o'xshamasdi. O'g'li Ahmadqul uyidan chiqib ketmaganida, balki hozir ham tishsiz og'zini katta ochib kulayotgan va onangning yelkasiga o't yoqma, baraka topkur, kechqurunlari vagondan karam tushirib bo'lsayam non pulingni o'zing ishlab top deb shang'illayotgan bo'larmidi? Lekin endi Guljamol momo yotibdi. Aytishlaricha et va suyagigina qolganmish. Pastak devordan hatlab o'tdim. Og'ilxona oldidagi gung uyumi yonida begona eshak yer isqardi. Bu hovlida mollar qani deysan? Go'yo yerni ham Ahmadqulning kasofati urgandek yantoqdan boshqa o't bitmagan. Uy tomon burildim. Tanazzulga yuz tutgan makondan hadiksirab oyoq uchida yurganman. Shekilli mushukday sassiz kelayotganimni tushunib, tomoq qirdim-da chaqirdim. Momo, ho, Guljamol momo. Keyin o'yladim. Axir o'layotgan kampir menga peshvoz chiqmaydi-ku. Kiraver, momong ichkarida. Og'ilxonadan ovoz keldi. Qayrilib qarab, oftoba ushlagan, bukchaygan kampirni ko'rdim. Tog'lik qarindoshi. Qush tavaqali eshik g'irqillab ochilganida ichkaridan allaqanday namlik aralash hid dimoqqa urildi. Eski uylarning shunaqa hidi menga yoqadi. Biroq hozir olis shaharga ketyapman. Ortiqcha tuyg'ular yuragimni ezishi mumkin. Tezroq qo'l so'rab, tezroq xayrlashish maqsadida tuflimni shoshib yechib, bemor yotgan xonaga kirdim. Guljon momo paxtasi chiqib ketgan ko'rpacha ustida shiftga tikilib yotibdi. Ahmadqul deb seskanib tushdi. Senmisan bo'lam? Yo'q, men qo'chqorman momo deganimni bilaman. Ko'zlaridan yosh dumalab tushdi. Ha, bo'lama, dedi bemor. Hozirgina tashqarida Ahmadqul chaqirdi. Uni ko'rmadingmi? Ayt kirsin, kiraversin. Nega uydan ketadi? Ahmad akamni ko'rmadim, dedim aybdorlarcha. Shaharga ketyapman, o'qishga o'tdim. Uni kimdir yo'ldan urdi, dedi kampir yengil xo'rsinib. Esligina bola edi. Uni deb oila qurmadim. Hech qiyinchilik ko'rmadi. Yana nega uydan ketdi ekana? Kimdir norozi bo'ldi bu bola paqir. Ha, kimdir issiq sovuq qildi. Ko'nglini uydan sovutdi. Mendan sovutdi. Kampirning nola-yu fig'oni qachon tugarkin deb yuragim siqildi. Axiri gapni bo'lishga majbur bo'ldim. Mayli. Momo, ilohim yaxshi bo'lib keting. Manaman degan muallimlar, milsalar, oqsoqol bevalar, bovalar topib kelolmagan Ahmad akani o'zim olib kelaman. Qani omin deng. Bir duo qiling momojon. Uydan chiqdim-u, ichimdan Ahmadqulni ko'yidim.
Nima bo'lsang ham insof bilan bo'l-da. Kasal onani tashlab ketib, yillab xabar olmaslikni qanday aytay? Qotillikmi? Avtobusga chiqdim. Olislab ketayotgan qishlog'imga qarab, yuragim uvushdi. Nahotki bir kun kelib men ham qishlog'imni tashlab ketsam? Yo'q, aslo. Men bu qishloqning askari bo'lib qolaman. Askar o'z vataniga xiyonat qilmaydi. Jang jadallarda vatan uchun jon fido etib, olg'a qadam bosib yiqiladi.